Keyin yana buni disk grija bor, belda. Shu muammo bo'lyapti. Ya operatsiya qildirishni ham bilmaydi ko'pchilik. Uni lecheniasini ham topa olmayapti. O'sha bellardagi grija, suyak masalan. Shuni qanday davolasa bo'ladi? सर एक सिचुएशन ये कह रहा है जो स्पाइन में है वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत केस हमारे पास आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे वो लोग उन्होंने सर्जरी करने या ट्रीटमेंट करने का उनको पता ही नहीं कुछ उनका क्या रास्ता है जो स्पाइन देखिए मेजॉरिटी ऑफ वैसे तो आई एम नॉट अ हार्डकोर स्पाइन सर्जन हमारा स्पाइन का टीम है अलग से तो मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम ना पोस्चर की वजह से होता है स्पाइन सर्जरी पे जैसे लोग डरते थे उतना डरने की जरूरत नहीं है जैसे कि हमारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसमें भी कंप्यूटर नेविगेटेड है मिनिमल इन्वेजिव है माइक्रोस्कोपिक है एंडोस्कोपिक है इनफैक्ट 90% लोग बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं प्रॉब्लम तब आती है अगर डिस्क बहुत प्रेशर डाल रही है आपके यूरिन पे ब्लैडर पे बाउल पे नमनेस वीकनेस कर रही है या स्पाइन आपकी मूव कर गई है तो उसको फिक्स करना पड़ता है बट नाउ डेज यू डोंट हैव टू बी सो मच वरीड because nowadays again as I said doctors are more experienced they have done so many surgeries they are doing microscopic endoscopic minimally invasive there is not a risk like previously we used to hear you will have paraplegia after spine surgery nothing like that so bular deyapti bular uchun hozir bizda unga umuman qo'rqish kerak emas qo'rqadigan holat bo'lmaydi bizda bu operatsiya oddiy operatsiya hisoblanadi umurtqada grija bo'ladi bu grijalar umurtqa qonida nervlar bosilgan joylari shu bizda oddiy operatsiyada bo'lgan bizda hozir yangi innovativ texnologiya robotik operatsiya bo'lyapti lazerli operatsiya bo'lyapti durbin orqali operatsiya qilamiz hali olding jam vaqtda necha yil olding o'char ekan hozir biz o'chmayapmiz hech qanaqa joyda o'chmayapmiz bitta teshik qilamiz durbin orqali qilib muammolarni to'g'rilab chiqamiz bemorga umuman og'riq sezmayapti robotli operatsiya qildiryapmiz bizda ham bu 99% garantiya bilan bu ish bo'lyapti вообще нормальный ish bu bizda вообще chet davlatdan juda ko'p kasallar keladi biz qilamiz endi yana bitta narsa borki nimalarda grija bo'lsa u uzoqgacha olib yurish kerak emas chunki grija yomon xavfli narsa hozir mana og'rib beryapti ertaga qarshi bir ozona ishdan chiqarib yuboradi muammo bo'lsa muammoni vaqtda hal qilsangiz bir rezultat bo'lardi